Yaxshi, menga farqi yo'q. Biz har xilmiz. Bilasanmi? Meni qiziqtiradigan narsa bu sensan. Senga befarq emasman. Tushundingmi? Lekin buni aytmagandim. Buni aytishim kerak edi, lekin baribir aytmadim. Chunki ishonchsiz odamman. Ehtimol butun hayotim davomida faqat o'zimni o'ylaganim uchun bu bahona emas albatta. Men senga doim eng yaxshisi ekanligingni qayta aytish o'rniga uloqlaring haqida hazillar qilaman va juda ko'p harakat qilayotganingni aytaveraman. Lekin haqiqatni bilasan, men seni xafa qilishni istamayman. Bu haqida o'ylab ham ko'rmaganman. Chunki bu dunyoda sendan muhimroq hech kim yo'q.